Pashshaga aylanadigan ayol iblis Nasdev yoki Nasu tarixiga yuzlansak, qadimgi Eron inonchiga ko'ra ruh tanani tark etganda sekin asta, go'yo havoda erib ketayotgandek qadimiy bir hodisa sodir bo'ladi. Atrofdagi bo'shliq quyuqlashib, sukunat og'irlik kasb etadi. Shunda u keladi. Uning nomi Nasu. Ruhoniylarning titroq qo'llari bilan ko'chirilgan qadimiy kitoblarda u Druj Nasu, chirishning demonessasi, o'limni bulg'ovchi sifatida tasvirlangan. Avesto kitoblaridan biri Videvdatda yozilishicha, jasad jonsiz qolganda uning ustidan pashsha uchib o'tadi. Ammo bu oddiy hasharot emas. Bu Nasudir. Nasu Avesto tilida chirish, parchalanish, jismoniy ifloslikni anglatadi. Nasu pashshasi teriga tegishi bilan tana endi tiriklar dunyosiga mansub bo'lmay qoladi. Zotan Zardushtiylikda o'lim tabiiy hodisa emas. O'layotgan har bir narsa drujlar hududiga aylanadi. Aynan Nasu ularning birinchisidir. U tanaga kirib qoladi. Kohinlarning aytishicha, hech qanday tuproq, suv yoki olov o'liklar bilan bulg'anmasligi kerak. Shu bois jasadlar qushlar kutib turgan joyga olib chiqiladi. Ularning qichqirig'i tanani parchalash kerakligini bildiradigan signal, o'ziga xos belgidir. Dafn etish uchun emas, yoqish uchun ham emas, balki Nasuni haydash uchun, tarkibiy qismlarga ajratish uchun. Biroq o'laksaxo'rlar ham osmonning bevosita yordamisiz bu ishni uddalay olmaydilar. Qadimgi kitoblarda yozilishicha, Nasuni quvish faqat maxsus marosimdan so'ng suv va poklik homiysi. Xaurvadatning nomi poklanish ovozida yangraganda, adolat yazatasi, Rashnu esa haqiqatni ko'zga ko'rinmas tarozida tortgandagina nihoyasiga yetadi. Shundagina Nasu uchib ketadi, lekin u yo'qolmaydi. U dunyoning yoriqlarida qolgan pashshadir. U kutadi, u uchishda davom etadi.